Assalomualaikum YouTube kanalımız abunachilari. Yana bir uston o'tganmiz. O'zimiz Bag'at tumanidan bo'ldi. Kuxinni mebel ishlab berdik. Kuxinni mebelni ko'rishingiz mumkin. Dapotolog ishlab berdik. Bezdirishga variantda Kashmir svetda yaxshi akrillardan, mat akrillardan qo'yib berdik. Hammasi bir xil Kashmir svetda bo'ldi. Texnikalarni bilan birga o'rta qismi qora svetda ishlab berdik. Eng yaxshi stollardan, Eran stollardan qo'yib berdik. Full mo'nkalarni bilab ishlatib berdik. Balandki qismini kesak, shunday deb, chiqatar bo'yicha 100% puxa plastik mexanizmlari, dovutchiqli yaxshi mexanizmlardan bellarni shu shulkalarni qo'yib berdik. Plastik qismlarni mas'ul idishlari mebelimiz shu variantda telarini, led lampochkalarini bilab ishlatib berdik. Vitishkalarni o'rnatib berdik. Glazlar bilan birga mexanizmlarni ko'rsanglar, tandem bo'ladi, 30-40 kilometrcha qanotga ko'taradi. Mebelimiz shu variantda. Texnikalarni o'rnashtirib, zazor qoldirmay, cho'p ketib mebelimiz dapotolog ishlab berdik. Kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, o'zlarimizga murojaat etaverasizlar. Xorazm bo'ylab ustonovka, dastavka besplatniy bo'ladi. Boshqa viloyatlarga kelishgan narxlarda. Kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, keyingi videolarda o'tib beramizlar.